Hammaga salom. Bugun sal kechroq turdim. Shuning uchun batlarimni ovqatdan keyin ichyapman. Ertalab конечно kollagen ichdim. Hozir mana Bon Vegan degan kalsiylarimni ichib olaman azizlarim. Kecha o'zi ham uyimizda rosa mehmon bo'ldi. Ertalab даже saharga turishga ham to'g'risi kuchim yetmadi. Juda ham kech ketishdi. Lekin ovqatdan oldin ichadigan tabletkam bilan kollagenimni ichdim. Hozir mana endi esa glukozamin xondroitin bo'g'inlarim uchun uni 2 donasini olib ichyapman. Chunki bu meni grijam uchun ham foydali. Keyingisi esa kremni, undan bir donagina olaman va ichib olaman. Bu hammasini qanaqa ichyapsiz deyapsizmi? Albatta, уже o'rganib qolganman. Bu menga kerak, organizm uchun foydali. Mana shunaqa qilib hammasini ichib olaman. Voy, salt qilib qoldim. Ko'proq suv ichib olish kerak. Mana bo'ldi endi. Endi esa hammaga xayr.